Assalomu alaykum. Kriptovalyuta bozorini tahlillarni davom ettiramiz. Xo'p, umumiy holatda nimalar o'zgarish bo'lyapti? Ya'ni Bitcoin'da ko'radigan bo'lsak, sekinlik bilan ko'tarilish bor. Mana bu holatda nazarda tutyapman. Korreksion harakatga o'tib oldi yana. Korreksion degani bilan mana bunaqangi harakatlarda nima qilyapmiz? Yana davom etyapmiz. Bu degani yaqin orada Bitcoin'da impulsiv harakatni kutish menimcha xatoroq hisoblanadi. Va top altcoin'larda ham mana shu holat deyarli birga bir bo'lyapti. Endi S&P 500 kutilgandan ham yaxshi harakat qilyapti. Biz buni o'tgan safar hozir ochib olsin-da. O'tgan safar shu haylargacha olsa kerak dedik. Bu joylardan ham o'tib ketdi. To'g'ri orada korreksiya berdi. Bitcoinda ham shu holatni ko'rishimiz mumkin. Lokalniyda biroz qo'shilyapti anaqaga S&P 500 ga, lekin umumiy holatda Bitcoin baribir pastga tushishda davom etyapti. Hozirgi holatda ham bo'lishi mumkin. Mana hozir endi shanba harakati kam, sekinlashgan. Lokalniyda где-то 62 mingni kutayotganlar bor, yokida 68 va 69 ming kutayotganlar bor. Umumiy holatda men bunaqangi katta ko'tarilishda hozircha Bitcoinda bu narsani kutmayapman, chunki ko'radigan bo'lsak, biz anchadan beri tushib keluvchi down trenddamiz, ya'ni bear market holatidamiz va mana buni 2022-yil holatdan kesib oldim. Bu mana bunga to'g'ri keladi. Ya'ni mana bu qattiq tushish Bitcoinda oxirgi marta 2022-yilda bear marketdagi eng katta tushish bo'lgan. Undan keyin korreksion harakat va oxir FTX qulashdan keyin ko'tarilib ketgan. Bu iyunda to'g'ri kelgan va bizda hozir iyunda mana shunaqangi tushish bo'ldi. Endi savol, xuddi bu bo'yicha biz yana shunaqangi mana ko'tarilib turib keyin ketamizmi? Ya'ni mana bu holatda aytayman, mana bu holatda yokida sal boshqacharoq bo'ladimi? Endi birga bir baribir bo'lmaydi, chunki mana shu holatni kesib olsam, bu joyga bizga ko'proq tushadi. Mana bu joyga ko'proq tushadi. Endi bu holatda birga bir emas, uni aytmoqchi bo'lganim yana shunaqangi sekin harakatlar ko'rishimiz mumkin demoqchiman. Ko'tarilamiz, tushamiz va oxiri yana bitta impulsiv pastga harakat bor bizda. Bu bo'lmasa bo'lmaydi, chunki biz narxi 64 mingdan nihoyat tortaylikda, где-то bir 30-40% ga to'g'ri kelib qoladi, ya'ni 40-50% ga to'g'ri kelib ketadigan tushish bor. Orada bitta impulsiv menimcha tushish bor deb o'ylayman. Chunki sikl bu hali oxiriga yetmadi. Bunda olgan taqdirimizda ham, ya'ni bizda keyingi harakatlar mana shu atroflarda bo'lishi kerak. Va ko'pchilik juda hozir internetda ham ko'rishingiz mumkin. Mana bu tahlillarda bu endi Vakif qo'yilgan. Vakif bo'yicha biz mana deylik katta tushish bo'ldi-da, mana tushish bo'ldi. Keyingi harakat bizda korreksion yuqoriga va oxirgi spring, ya'ni shakeout deyiladi. Ko'tarilgandan keyin amalga oshadigan holat bu. Ana undan keyin ketamiz degan tahlillar bor. Bu endi odatda bozorda eng tubini ko'rsatib beradi. Kunlik time frame bo'lgani uchun bu odatda oylab cho'ziladi. Nechadir oy, 3-4 oy bo'lishi mumkin, 5-6 oy bo'lishi mumkin. O'sha bozorda eng tubini hosil qiladi. Buni endi yil oxirlarigacha yana bir boshqatdan chizib chiqamiz o'zimiz ham, chunki Vakifda ishlaymiz. Holatini o'shanda ko'ramiz. Endi asosiy yana tahlillardan ko'paygan bu internetdagi o'sha ayiq bozori, buqa bozori bu ko'tarishlarda amalga oshishini demak chizilgani. Demak, biz 2014, 18, 22 va 26-yil 4 yil hisobda olinadigan bo'lsa, har 4 yil siklda tushadiganiga to'g'ri kelganmiz. Endi hamma mana shu ko'tarish kutyapti. Bu odatda yilda oxiriga to'g'ri keladi. Bitta savol, endi hamma mana shu narsani kutgandan keyin sal o'zgarishi ham mumkin. Ya'ni birga bir yillik siklda oladigan bo'lsak, bizda nihoyat to'g'ri keladi. Nima deydi? Где-то bir oktyabrga to'g'ri keladi. Lekin bu narsa sal o'zgarishi ham mumkin, chunki bilasizlar, hamma narsa kutgan narsa odatda amalga oshmagan. Lekin mana bu narsa 22 da ham bozor kayfiyati yomon bo'lgan. Hamma depressiyada, Bitcoin 12 ming tushib ketadi, 8 ming tushib ketadi degan joydan keyin ketgan. Xuddi shuni singari biz unaqangi faziga yetib kelmadik, chunki narx 64 mingda turibdi. Men aytganimdek, hozirgacha bir oldingisi 15.500 tushgan bo'lsa, 2 barobar hisoblagan taqdiringizda ham 33 ming, 31 ming, 32, 33 minglargacha tushish kerak. Bu safargi o'sha lokalniy bottomda amalga oshirish uchun. Shuna deb o'ylayman men tahlil bo'yicha. Va mana bu ko'tarish bu uzoq muddat davom etadigani keyingi
siklda to'pigacha deb o'ylaymiz. Bu endi shu paytgacha bo'lib keldi. Hali orada hozir 22da bilasizlar, tushgan paytida hali ChatGPT chiqmagan edi bozorga. Hozir ChatGPT bor. Nima demoqchiman? Sun'iy intellekt degan bitta sektor chiqdi. Yaxshi daromad topib kelyapti. Masalan, mana Samsung kompaniyasi hozir hamma kompaniyada o'tib ketdi daromadi bo'yicha. Otchotlarida eng ko'p daromad ko'rdi. Bularning asosiy sababi nima? Hozir yozamiz, misol uchun. Earnings expectations katta naqadar yozib mana. Xo'p, 19 fold jump deyapti. Bu operatsion daromadidan o'sha xarajatlar chiqarib o'rgandi. Bu degani katta daromad ko'rgan, ya'ni o'sish sur'ati bo'yicha hamma kompaniyalar ortidan Nvidia'dan ham o'tib ketgan. Pul bo'yicha demayman, o'sha anaqasi bo'yicha desam bo'ladi. O'sish, daromad o'sish bo'yicha. Bu asosiy sabablari biz o'sha semikonduktor sohasiga kirganimiz, o'zi oldindan o'sha komponentlar chiqarib beradi. Asosiy narsa o'sha sun'iy intellekt bilan bog'liq bo'lyapti. Chip making device solutions, boshqa mana AI infrastructure. Ya'ni bular o'z trenddan foydalanyapti. Ya'ni demoqchi bo'lganim, sun'iy intellekt bozoriga chiqqandan keyin hamma pul odatda shu bozorga kiryapti. Shu sababli siklda biroz o'zgarish bo'lishi mumkin Bitcoin. Chunki bilasizlar, pul oqimi odatda yaxshi daromad beradigan sohaga kiradi. Kriptoda ham sun'iy intellektlar bor, lekin asosiysi baribir Amerika fond bozorida bo'ladi. Shu asosiy holatlari, ya'ni mana bu narsani birga bir bo'lmasligini bitta sababi shu deb o'ylayman. Ko'ramiz yil oxirigacha, chunki Elliot oxirlariga ham qo'yadiganmiz. Biz odatda C1larni yakunlashimiz kerak bu yoqda. Ya'ni mana bunaqangi harakatni hali to'liq amalga oshirmadik. Ana undan keyin lekin bir o'tirib ko'ramiz ana. Bungacha hali ancha bor. Lekin orada sekin-sekin ishlab turishga harakat qilyapmiz. Endi ba'zi coinlar bor, odatda yaxshi harakat qiladiganlardan bilasizlar, Bio bor. Hozircha naqs qilib kelgan, harakati yaxshi emas. Odatda bu ham yaxshi daromad olib keladi. Agar Bio yaxshi uron ko'tarilmaydigan bo'lsa, bunda nima kutilishi mumkin? Bunda kutiladigan narsa mana bu 5 ta zigzag pattern, ya'ni bu degani hali 0.1 atrofiga tushishi mumkin degani. Ana undan keyin ya'ni bu yog'iga ko'rishimiz mumkin bo'ladi bunaqa holatda. Chunki arbitrumni ham ochadigan bo'lsak, mana bilasizlar, odatda narx shunaqa ko'tarilgandan keyin, nima bo'ladi? Tushib ketadi. Bu degani biz teskari qilib ko'ryapmiz. Yuqoriga ko'tarilishi kerak degani. Lokalniyda Head and Shoulders patternni bilan sekin ko'tarilganda, hozirgi holatida korreksionida turibdi, ko'ramiz. Ya'ni ob'yom korreksiya kattaroq pattern hosil bo'lsa yaxshi bo'lardi. Keyingi etapga yana o'lchasak 20-30% bergan joy bor. Ya'ni ob'yom kirishiga qarab turib, balki mana bu narsaga уже yetib kelgandirmiz yokida naborot yana pattern yasab pastga ketish mumkin bo'ladi. Flagni ko'ramiz. Aktivlarda yaxshi harakatlar bo'lyapti. Endi hammasida ham deya olmaymiz. Masalan, suylar ora-orada nima hisobi ozginadan ishlab tursa bo'ladigan harakatlar bor. Solanada ham Solana ancha uptrendda. Ko'rgan bo'lsanglar, Solana anchagina uptrendga o'tib olgan. Biz kutgan joyga biz ertaroq keldi. Imенно bu o'sha Bitcoinni sikl bo'yicha tushishiga qarab turib, bu bizda o'sha Solanani tahlilini qilgandik. Ya'ni bizda signallarimiz uzunroq bo'lishi kerak va bu hozircha sekin-sekin amalga oshyapti. Bilasizlar, Solana ham ancha kuchli proyektlardan. Ko'ramiz, value analizda oxiriga kelib qolganda. Bizda hali what if deydi-yu. Bo'lib qolsachi degan narsalardan bittasi bu XLM hisoblanadi. Именно oylik time frame da ochib ko'rsataman. XLM bu juda ham zo'r narx qilib kelgan. Buni XRP da oldin ko'rganmiz. Nimaga shoshmayapman? Chunki qaranglar.
har bittasi oylik time frame. Bu degani mana bu hosil bo'lgandan keyin ham anchagina yurib qo'ygan. 23 oktyabrda hosil bo'lgan deylik. Mana bu joyda nima bo'lyapti? 1 yildan keyin o'tyapti. Ya'ni buni hozir men sirazi uchadi deyolmayman. No, biz ham hozircha shunaqangi holatdamiz. Sal vaziyat yaxshilansa, bunga fundamental sabab kerak bo'ladi. Fundamental sabab. Mana shu narsaga keyinchalik Xudo xolasa olganimizda xabar beramiz. Biz ham olib qo'yib, buni ham shu parabolasini kutishimiz kerak bo'ladi. Bu yaxshigina dozi keyinchalik ko'tarib berish bor. 80% olganimizda ham bizda haygacha ham 200, 300, 400% atrofida. Aytganimdek, biz hozircha nakopleniyadamiz. Mana shu zonada Bitcoin siklini tugatib olsa yokida o'shangacha yoki undan keyin xuddi shunaqangi mana bu XRP ko'tarilganiga qo'shilgan. Bu degani ertaga bunda shunaqa vaziyat kuzatiladigan bo'lsa, bunga XRP ham qo'shiladi, HBAR ham qo'shiladi, Jasmy ham qo'shiladi, RSR ham qo'shiladi. Bu o'sha 5 coin bir-biriga projekt jihatdan yaqin bo'lgan tokenlar hisoblanadi. Bu endi oylik time frame'da aytganimdek, ya'ni keyingi XRP'da o'tish mana shunda bo'lishi mumkin. Niyerda bo'lib qolishi mumkin. Niyerda ham bitta ko'rib qo'yamiz, keyin xolos tahlilda yakunlasak ham bo'ladi. Faqatgina orada tushish bor, no baribir nima siqilib kelish alomatlari bu yerda bor. Faqatgina bu 3 burchak pattern emas, bunda 5 ta valna, mana bitta 3 ta valna, mana 1 3 4 5 ta valna hosil bo'lgan. Bu degani A, B, C deb oladigan bo'lsa, mana bu flag base, ya'ni asosi. Buni yana keyin olib qo'yadigan bo'lsa, albatta mana bu 7 va keyingisi balki 14 bo'lar, 15 bo'lar atrofigacha holat bor. Endi oylik time frame'dagi kelgan. Chunki Nier ham blockchain tarafdan, ham sun'iy intellekt tarafdan ishlayotgan projekt hisoblanadi. Ya'ni ichiga ham XRP'lardaqa xususiyatni oladi, tem bo'li sun'iy intellekt xususiyatini ham ichiga kirgizib yuboradi. Buni o'rganib chiqsanglar ham bo'ladi. Voltcoin bor. Voltcoin endi bilmadim, keyingi yillar qolib ketadimi yoki yil oxiriga bo'ladimi. ChatGPT bozoriga chiqqanda u ham albatta yaxshigina ketishi mumkin bo'ladi. Chunki ChatGPT rahbari o'sha Sam Altman Voltcoinni nima qilgan, ishlab chiqishgan. Shu bizda tahlillardan Xudo xolasa batafsil yana keyingi tahlillarda ko'rishamiz. Ungacha sog' bo'lasizlar.